alaykum, hurmatli Navoiy akalar, hurmatli YouTube obunachilarimiz, Telegram obunachilarimiz. Bizni apparatlarimiz safiga yana yangi apparat qo'shildi mana. Yangi apparatimiz ustilarini, doskalarini polni rejimga holatga olib keldik. Rejimga holatda keyin mana bunaqa yangilik, ikkita klapan qo'ldik. Ikkita klapanli. Bu yog'ini ham baquvvat qildik, shivillar qilib. Bu tarafi ham baquvvat, taglari ham cho'tki. Nima desam bo'ladi? Xullas kalom, sizlarni komfortlarni o'ylab yangi programma qo'shdik apparatga. Komfortlarni o'ylab. Apparatni yoqishda birinchi o'rinda tezligi, birinchi. Center topishga tezlashtirdik, juda ham tez. Mana senterni topdi. Mana bu holatimiz oddiy nollar uchun. Endi mana bu bitta regulyator bilan mana shu 5 ta uyog'iga o'tkazamiz. Pattern rejimiga o'tadi bu. Pattern rejimiga. Bu pattern rejimi deganiki, ular chekish birinchi ko'tariladi. Birga tushadi ikkovi, lekin chekish birinchi ko'tariladi. Siz xohlasangiz bu bitta apparatda ham pattern ham oddiy narsalar. Nimaga buni birinchi ko'tariladigan qildik? Mana katta chekishlarni qo'yganingizda apparatning doskasi ko'tarilib ketadi. Agar buni rejimda bo'lsa, qolib bosib turgan hisobiga bu ko'tarilib ketmaydi. Kimga shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, mana bu nomerlarga bemalol murojaat qilaversa, O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz tekin. Servis xizmatlarimiz 1 yilgacha garantiyamiz bor. Motor programmasiga, qolgan narsalarga 6 oy garantiyamiz bor. YouTube kanallarga obuna bo'lib, Telegram kanallarga biz kuzatishda davom etinglar. Rahmat.